Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shavkat Cars. Xudo xolisa bugun bizning YouTube'dagi mana shu mashina bilan birinchi vlogimiz bo'ladi. Bu video davomida sizlar mashinani to'liq obzorini, bu mashinada ozgina ko'chada aylanib ko'ramiz, odamlarning reaksiyasini ko'ramiz, mashinani tezligini ko'ramiz, unga bo'lgan emotsiyamizni ham ko'ramiz. Xullas, videoni ko'rishdan oldin bizga podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Damas ichida o'tirib, sizlar uchun ijodlandim. Bu videomizni boshlashdan oldin bu mashina haqida sizlarga ozgina tushuntirish berib o'taman. Mashina haqida informatsiya berib o'taman. Nechta ot kuchi bor, 0-100 ga qanchada chiqadi. Xullas, o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar. Xullas, bu video bizning YouTube'dagi birinchi vlogimizga yetgancha shuni ham aytib o'taman. O'shaning uchun agar ozgina xatoliklar, kamchiliklar nima desa bo'ladi, shular bo'lsa agar to'g'rilab ketasizlar o'zingizlar, biz imkon boricha harakat qilamiz. Xullas, hop, mashina xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, endi buni hozir kapotini ochishimiz kerak. Qattaligini aytib o'tsangiz ochamiz. Ibrohimjon, qatta kapotini ochamiz. Bo'ldi, xullas, kapotni ham ochib oldik. Qanaqa ochamiz endi buni? Uzmaydi faqat. Ha, bo'ldi, mana. Mashinamizni ko'rishinglar mumkin. Hamda Brabus yozuvlari ham bor ekan. Mashinamiz C63SE Performance bo'ladi. Bu mashina O'zbekistonda hozirda yagona bo'lib turibdi. Hozircha motoriga keladigan bo'lsak, 2 litrli turbo motor. Mashinamizda 680 ot kuchi bor. Mashinamiz xullas gibrid. 0 dan 100 gacha razgoni 2.9 sekund. Hozir video davomida buni ham o'lchab ko'ramiz. 2.9 sekundda chiqadimi yoki yo'qmi? Lekin vlog bizesi bor. Vlog endi bu birinchisi. Qo'ldan kelgancha endi like bosib qo'yaverasizlar. Diskasini bugun soat 4 da meni Vostenga chaqirishdi. Lekin bular aytmadilar. İşte men borolman, diska qo'ydirolman demadilar. Men o'zim bordim, diska qo'yayotgan akalar chaqirishdi. Borib, mana shu diskalarni qo'ydik. Qo'yayotgan kadrlarni ham oraga qo'shib o'tib ketaman. Hozir mana Vosten 16. Shu yerdan diska qo'yib ketamiz. Diskasiga o'zimizdan hozirda qo'yamizda familiyalarga yozilganlar. Bu mashina O'zbekistonda bitta dona hisoblanadi. C63SE Performance. Bu mashinaga kechasi bilan yurib, polni blok olamiz xullas. Ketdi. Va sizlar o'zi mashinani diskasiga 0 dan 10 gacha baho berib qo'yasizlar. O'zimizda taqdik. Xo'p. Salon qismiga keladigan bo'lsak. Salon o'sha bilganinglardek, nima desa bo'ladi. Salon haqida ko'p gapirib o'tirish menimcha kerak emas deb o'ylayman. Bilasizlar, o'zi Mers salon dizayni bo'yicha menimcha Mersga yetadigan yo'q bo'lsa kerak. Agar shu fikrimga qo'shiladiganlar bo'lsa, kommentariyaga plyus yozib qoldirasizlar. Menimcha baribir salon bo'yicha ayta olaman, Mers baribir yorvoradi BMWga qaraganda. Bu videoga menga katta yordam berayotgan okaga jigarimga kattagon rahmat. O'shani egalari va alohida men bu bolani tadiganlar bo'lsa, Los Angeles degan bola haydab ko'rsaman dotdilar mashinani. Xo'p, aytganimizda bu mashinada 2 litrli motor bo'lishiga qaramasdan ovozi eshitdinglar. Biznes zo'r. Lekin janoh ko'p ham bosmaymiz, gay bosib ketadi. Parkovkadamiz, City Mall parkovkasidamiz. Xo'p. Salonni mana ko'rib turganinglar ham karbon elementlarini ham ko'rishinglar mumkin. Xo'p, alohida video berib turibdi. mashinani ovoziga keladigan bo'lsak, yopishtirib qo'yapti-yu. bitta podpishkalarga. Ya. Bitta podpishkalar uchun. Ya, kerak emas. Burib ham o'tirmay, tinchlik kerak. Mashinam elektromobil desam, mana bilib qo'yinglar, gibridda Mercedes nimasida plus elektro bor. Gayini oldidan o'tasizlar, "Oka, dokажите, что men o'tdim" deysizlar. Elektr bu. Oka, bu elektr deysizlar. Menda qana ovoz bilan eshitdinglar. Qana ovoz. Ovoz yo'q misol hozir. Ana oyoqda haydaydi-ku bolalar. Oybedi bolalar. Bizga shunaqa o'xshab.
Elektrda ham lekin yaxshi yuribdi. Zo'r, kostum. Kстати, bu gibrid yana bitta narsa. Ha, mikrofonda ovozim yaxshi eshitilsa kerak. Da, eshitilaveradi. Ashlarni o'chirib qo'yamiz-da. Bolalar, bu gibrid bo'lishiga qaramasdan elektrda o'yinlarni yopib qo'yamiz, yaxshiroq eshitilishdi. Elektrichествоda atigi adashmasam 8 kilometr yuradi. 8 kilometrdan keyin yurmaydi. Elektrichествоdan o'zi yuradi faqat. No moshinada 680 ta ot kuchi bor, shuni bilaman. 0 dan 100 gacha ham Q9 yozilganda kitobida. Yo, ko'chada qilamiz. ¿Cuántas veces es amor? De pronto mientras ibas conmigo te toqué. Las que rojean y parecen que de rojes. Xo'p, endi bo'lsa bu mashinada ozgina shaharda aylanib ko'ramiz, shaharda yurgan kadrlarni ko'rsatamiz. Xullas, ketdi bo'lmasam. Deixa ela montar na minha garupa, deixa ela montar na minha garupa, deixa ela montar na minha garupa, deixa ela montar na minha garupa. Que eu tô tipo Nina Bravanel, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da Não, tem chance que batendo na cara da mandando a mídia se fuder, batendo na cara da eu tô tipo Nina Bravanel, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da mandando a mídia se fuder. Xullas, bolalar, mashinani Mercedes C60S uyga tashlab chiqishga to'g'ri kelib qoldi. O'shaning uchun boshqa mashinada davom ettiramiz bu vlogimizni. Mana shu Cadillac'da davom ettiramiz xullas videomizni. O'zbekistonda bu ham juda ham sanoqli mashinalardan bittasi hisoblanadi. Tungi hayot deydi.